Bemor bo'lish bor. Bemor bo'lmagan odam yaxshi odam bo'lmaydi. Bandalikni, ojizlikni his qilish uchun bemorlik kerak. Ana endi bemor bo'lganda o'zini qandoq tutadi? Boshqa xalqlarda, boshqa dinlarda haligi aytganimdek bemorlik Allohning g'azabi, qahri deb tushuniladi. Bemor bo'lgandan odamlar nafrat qilib qochadi. Yaqiniga borsa bizga ham bir balasi urib qoladi deydi. Bizda-chi yo'q. Bemorlik Allohning rahmati. Gunohlarni kafforati. Ibodatida, taqvosida, iymonida, hamma tarafida yaxshi holatda bo'lib turib bemor bo'lgan odam Allohning rahmatiga erishgan bo'ladi. Bemor